Men bitta narsaga hayron qolyapman-da, er-xotin shuncha ishlaymiz, umuman pul yig'a olmaymiz. То есть получается, sen pul yig'ish uchun ishlaysan, to'g'rimi? Конечно. A qayerdan bo'lsa bu недовольство? Nimaga norozisan? Pulim yo'qligidan, конечно. Shuncha yordam berishga harakat qilganim sari erimni shuncha orqaga ketyapti. Shunda sen hozir nimadan недовольна bo'lyapsan? Men umuman tushunmayapman nima qilish kerakligini. Okey, sen o'zing nima xohlaganding? Tak, pullarim ko'p bo'lishini, erimga yordam berishdi, erimga suyanchiq bo'lishdi. Xo'p, erishding-ku, pullaring ko'p, eringga yordam beryapsan, eringga suyanchiqsan. Menga bu yoqmayapti-da. Erimni shu orqaga ketib, вообще pullari kamayib ketyapti. Sen aslida bu uchun moliyaviy mustaqil ayol bo'lishni maqsad qilishing kerak. Suyanchiqni emas. Ha, mana shunda erimni shu orqaga ketmaydimi? Yo'q, конечно, eringga suyanchiq bo'lishni xohlab turib pul bermasang agar. Ha, yordam bersam buni nimasi yomon? Men yordam berishga harakat qilyapman, shunchaki. Buni nimasi yomon? Har doim yodingda bo'lsin. Sen ayolsan, sen ichki emotsiyasan. Ering bo'lsa erkak. U tashqaridan senga himoya. Всё, men seni tushundim. Rahmat.